pichoq bo'kib no'xat yeyish kerak edi-da. Ha, tinchlikmi? Nima bo'ldi yana? Pichoq qo'limni kesib oldi. Siz meni va she'rlar sevmas ekansiz. Bitta pichoqdan meni himoya qila olmadingiz. Siz lanchsiz. Men lanch bo'lsam, sen kassoysan. Bitta narsa eplab to'g'ri olmasang, ayb mendami? Keyin pichoq bilan sevgining nima aloqasi bor bir-biriga? Miya tovuq. Men miya tovuq bo'lsam, siz karkidonsiz. O'zichi rashksiz erkak, hissiz kessak deyishgan. Nima? Rashk qilishmi? Bo'ldi-da, mana endi rashk ko'rasan. Xotinimdan uzoqroq yur, tushundingmi? Suyuq. Dadasi, bu menga qani? Ha, o'zlari-ku. Pashsha shaxsi ham sevmaysiz deding, pichoq kelsa ham sevmaysiz deding, rashk qilmaysiz deding. Men sani bor-ku, endi bumagadan ham rashk qilaman. Bilib qo'y, bu uyda qaytib bumaga turmaydi. Nima?